Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Izboskan tumaniga olib kelib o'rnatdik. 1,5-2 qavatli darvozamiz 1 kvadrat metr 1 million so'mdan ofis summasi 2 ta o'rnatildi. 22 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Narigisini ham ko'rsataman. Bu darvozamiz 343 ga 335 joyga o'rnadi. Materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari 10 ga 5 shvillir, turgovoy shvillir, profillari 6 ga 4, 1,5 lik stena, listlari 2 lik listda bo'ldi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Zamoklar, mana zamoklar, zubur zamok, har doim o'rnatilgan. Orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda chiroyli holda o'rnadi. Mana aka-ukalar, kimga kaziroglar kerak bo'lsa, kaziroglar ham mana o'rnatilaveradi. Juda chiroyli chiqdi mana darvozalarimiz. Kaziroglar. Darvozamiz, narigi darvozamizga borib ko'rsatamiz. Yon-ma-yon 2 ta o'rnatildi. Kaziroglar firmalarimiz polniy 6 ga 4. 1,7 stenada bo'ldi, 6 ga 4 tagidagi 3 ga 3 profil bo'ldi. Mana bu darvozamiz ham chekkasi ko'rinadi, orqa holati darvozamiz. Mana narigisi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranning pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bu darvozamiz eni 320, bo'yiga 335 bo'ldi. Buni ham materiallari nariga bilan bir xil. Stoykalari 10 ga 5 shvillir, turgovoy, profillari 6 ga 4, 1,5 lik stenada, listlari 2 lik list ustiga o'sha 1 lik yirang'oq list bosilgan. Juda chiroyli, mana ko'rkam o'rnadi darvozamiz. Hurmatli aka-ukalar, doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham xudo xohlasa kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.